Uxlayaptimi? Ha, hozir uxladi. Oyjon, yonida biroz yoting. Men ishlarni qilib kelaman, xo'p? Ishlar opangizdan ham qolmayapti, qizim. Ko'ryapman-ku oyijon, hamma ishlarni o'zingiz qilib yuribsiz. Mana, biz ham 20 kunlik bo'lib qoldik, Xudoga shukr. Endi bu yog'iga siz dam oling, oyijon. Hech hamda 40 kun chillaysiz chiqmasdan xonadan chiqmaysiz. Hech bir ish qildirmayman. Onalarimiz bekorga chilla deyishmaganda. Oyijon, lekin men yaxshiman-ku. Ikki dunyo oralig'ida turib bola tug'asiz-u, bir pasda yaxshi bo'lib qolasizmi? 40 kun ichida ancha sog'lig'ingiz tiklanib oladi. Qani? Jonim bolam, asalim. Mayli, bolangizga qarang, xo'p? Kechqurunga yana bir tansiq taom qilib beraman, xo'pmi? Xo'p, rahmat oyijon. Ovqatni vaqtida yeb oling. Mayli.